Toshloq tumanida issiqxona faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar ishtirokida ochiq muloqot o'tkazildi. Tadbirda viloyat hokimi Xayrullo Bozorov joriy yilning 30-iyul kuni prezident raisligida bo'lib o'tgan yig'ilishda issiqxona sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berilganligini aytib o'tdi. Bu tizimda ham islohotlarni amalga oshirish kutilgan samaralarni beradi. Sohada muammolar ham yo'q emas. Tadbirkorlar kredit, gaz ta'minoti va boshqa masalalarda muammolar borligini bildirishmoqda. Ayni paytda viloyatda 389 ta issiqxona mavjud. Ular tasarrufida 600 gektar yer bor. Issiqxonalarning 234 tasi ishlamayapti. Mavsum davomida 400 gektar issiqxonada mahsulot yetishtirilyapti. Dunyo tajribasini o'rganib issiqxonalar faoliyatini kuchaytirish zarur. Ana shunda bozorlarimiz yanada arzonlashib, to'kin sochilik bo'ladi. Issiqxonada mahsulot yetishtirish tannarxini pasaytirish lozim. Ilm, innovatsiya, tajriba uyg'unligi ta'minlansa, muvaffaqiyatlarga erishiladi. Tadbirda Isroil tajribasini o'rganish ko'zlangan maqsadga erishishda muhimligi aytildi. Ochiq muloqot davomida mutasaddi rahbarlarning fikrlari ham eshitildi. Tadbirkorlar tomonidan ko'tarilayotgan muammolarni hamkorlikda hal etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Toshloq tumanida yetishtirilgan meva sabzavotlarni eksporti bilan shug'ullanamiz. Imtiyozlarimizdan qanday foydalanish, bularni hammasini tushuntirishdi. Shunaqa sharoitlar, shunaqa farmonlar bo'lgandan keyin bizga yengillik bo'lgandan keyin albatta tadbirkor o'zi ishlab chiqarib, o'zi eksport qilib shu elga yurtga manfaat deb o'zini moliyaviy tomondan barqaror qilib tiklab kelajakda yana ham yaxshi ishlar qilish uchun shart-sharoit yaratiladi. Dehqon qancha sifatli mahsulotlar yetishtirilsa, birinchidan eksport bozorimiz ham rivojlanadi, ikkinchidan o'zimizning ichki bozordagi talablar ham qondiriladi. Oltiariq hududida 15 gektar issiqxona qurilgan. Bularda endi pomidor, bodring, qalampir hamma yo'q. Limon, ichida limonlar ham bor. Bugun ochiq muloqot bo'lib o'tdiki, amaliy yordamlar yana ham beriladigan bo'lyapti. Bank sohasidan, boshqadan. Mana hozir biz bu yerda issiqxonalarda gaz yo'q edi, gazni aytsak, mana xudo xolasa bunga ham yordamni qilamiz deyishyapti. Agar gaz muammomiz hal bo'lsa, u yerda yana bir 10 gektarcha issiqxona qurilsa bo'ladi. Yerlar bor, bo'sh yerlar bor. Issiqxona yo'nalishida faoliyatni yo'lga qo'ygan tadbirkorlarga yaratilgan yengilliklar, imtiyozlar haqida ham tushunchalar berildi. Soliq stavkasidagi yangiliklar haqida aytib o'tildi. Muhtaram prezidentimiz tadbirkorlar bilan ochiq muloqot doirasida belgilangan ustuvor vazifalarni ijrosini ta'minlash maqsadida qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish maqsadida 2025-yil 4-sentyabr kungi o'sha 150 sonli farmon imzolandi. Farmonga muvofiq qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari qo'shilgan qiymat solig'ini 0 darajali stavka bo'yicha qo'llash belgilandi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab 346 ta qishloq xo'jaligi tovarlari ro'yxati tasdiqlandi. Mazkur ro'yxatga kiritilgan tovarlarni o'sha sotishda, realizatsiya qilishda o'sha qishloq xo'jaligi korxona hamda issiqxona xo'jaliklariga 0 darajali stavka qo'llagan holda mazkur yetishtirgan mahsulotlar uchun sarflangan xarajatlardan qo'shilgan qiymat zanjiridagi o'sha ijobiy farqni 3 kun muddatda qaytarib olish imkoniyati berilmoqda. Bundan tashqari 2028-yil 1-yanvarga qadar issiqxona ishchilariga ijtimoiy soliq stavkasi amaldagi 12% dan 1% ga tushirish belgilanmoqda. Bugungi seminarda viloyatimiz bo'yicha 300 ga yaqin issiqxona xo'jaliklari o'sha tashrif buyurgan holda ochiq muloqot o'tkazildi. Muloqotdan ko'zlangan asosiy maqsad ularga o'sha soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlardan xabardor qilish, yashirin iqtisodiyotni kamaytirish maqsadida ularga tushunchalar berildi. Shahar va tumanlarda ishning borishini nazorat qilish maqsadida shtablar tashkil etiladi. Xorij tajribasi o'rganiladi. Tadbirkorlarning xorijga yuborilib, malakalari oshiriladi. Yangi loyihalar yo'lga qo'yiladi. Viloyat hokimi Xayrullo Bozorov ushbu ishlarni amalga oshirish bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berdi.